Assalomu alaykum. O'zbekiston 24 telekanali o'z dasturlarini davom ettiradi. Navbatdagi reportajimizni aynan dunyoning bir iqtisodiyoti, siyosiy sahnasida bevosita mamlakatda juda katta bir tendensiyalar hayotga tatbiq etilayotgan bir mamlakatdan olib boryapmiz, Amerika Qo'shma Shtatlaridan. Aynan bu yerda bugun bizni ko'plab bir yurtdoshlarimiz ta'lim olishyapti, tahsil olishyapti, tadqiqotlar olib borishyapti, ilmiy izlanishlar qilishyapti va bu yerda mehnat qilishyapti. Mana shu jarayonlarda ular juda ko'plab bir yangi bir innovatsion loyihalarni hayotga tatbiq etish asnosida mana shu hududni ham iqtisodiyotiga juda katta bir ta'sirini ko'rsatyapti. Ularning bir mulohazalari, fikrlari, qarashlari, tahlillari haqida batafsilroq bir fikr yurish maqsadida men navbatdagi bir suhbatdoshimga yuzlanmoqchiman. Malakali yurist, advokat Davronbek Muslimov. Assalomu alaykum Davronbek aka. Sog'liqlaringiz yaxshimi? Salomatmisiz? Sizga vatandan salomlar. Bejizga bu chorrahani tanlamadimki, umuman mamlakatda juda katta bir iqtisodiy, siyosiy bir chorraha sifatida e'tirof etiladi. Amerika Qo'shma Shtatlari aynan yangi bir texnologiyalar bir chorrahasi ham. Sizni bir faoliyatingiz, qolaversa mana shu O'zbekiston Amerika munosabatlari, bu hududlarda olib borilayotgan bir yuksak darajadagi bir tadqiqotlar haqida fikrlaringizni tomoshabinlar bilan bo'lishmoqchi edim. Amerikaga kelib, anchadan beri faoliyat yuritib boryapman va o'zimni tajribalarimdan, ko'rayotgan o'zgarishlarimdan kelib chiqib, o'sha bilgan ma'lumotlarimni yetkazishga harakat qilaman. Rahmat. Davronbek, birinchi savolim shunday ediki, siz yuristsiz. Amerika qaysidir ma'noda juda katta bir huquqiy bir mamlakat, qaysidir ma'noda yana yuristlar mamlakati sifatida ham, advokatlar mamlakati sifatida ham e'tirof etiladi. Siz faoliyatingizda bugun nimalarga suyanasiz? Qanday yangi yo'nalishlarni, yangi bir jabhalarni o'zlashtirib boryapsiz? Ko'proq kimlar bilan ishlaysiz va mana shu ishlash jarayonlaringizda qanday ko'nikmalar to'pladingiz? Xuddi shunaqa. Amerika rostdan ham huquq markazi. Chunki Amerika doimo asosiy bir narsa qonun birinchi o'rindaligi haqida e'tirof etishadi va shuning uchun advokatlarning o'rni juda ham boshqacha. Va Amerikada bilsangiz huquqshunoslik o'zi boshqacha turdi. Ya'ni bizda asosan qonun osti aktlar yoki qonunlar orqali boshqarilsa, bu yoqda keyslar orqali ham boshqariladi. Ya'ni undan oldin bo'lgan keyslarni hozirgi zamonga tatbiq qilish bo'yicha. Shuning uchun advokatlarning o'rni kuchli. Shuning uchun shu sohani tanlaganman. O'zbekistonda ham o'zim huquqiy sohani o'qiganman va bu yoqqa ham kelib shu sohada davom ettirib, hozir litsenziya olganimdan keyin o'zimni advokatlik firmamga asos solib faoliyat yurityapman. Ko'proq nimalar bilan to'qnashasiz? Mana shu to'qnashuv asnosida nima ustuvorroq bo'ladi bu yerda? Shunaqa, men o'zim ishlaydigan soham asosan immigratsiya va bundan tashqari biznes immigratsiyasi bilan ham ishlayman. Immigratsiyada o'sha vatandoshlarimiz, bundan tashqari boshqa immigrantlarni o'sha huquqiy masalalardagi ularni qonuniylashtirish haqida ishlaymiz va bundan tashqari bizneslarni Amerikaga ko'chirish, ularni qonuniy bizneslarni Amerikada tuzish haqida ham bosh qotiramiz va aytib o'tmoqchimanki, hozir o'sha aynan O'zbekistondagi tadbirkorlarni ham Amerikada bizneslarni ochishi tendensiyasi boshlangan. Bu qiziq, chunki o'zimizda juda ham kuchli tadbirkorlar bor va Amerika bozori juda katta va shuning uchun Amerika bozoriga o'zbekistonlik tadbirkorlarning kirib kelishi hozir juda ham muhim. Aynan Amerika bozorida qanday bir bizning tadbirkorlarimiz uchun, ishbilarmonlarimiz uchun, ishlab chiqaruvchilarimiz uchun imkoniyatlar bor, imtiyozlar, preferensiyalar borki, bugun tomoshabinlarimiz mana shu jarayonlarni to'liqroq bir tushunib yetsa. Amerika tadbirkorlarni yaxshi ko'radigan davlat. Amerika har doim tadbirkorlarni birinchi o'ringa qo'yadi va O'zbekiston ham shu tendensiyani boshlagan va bu yaxshi tendensiya. Va Amerika shu chetdan kelayotgan tadbirkorlarni ham bu yoqda kelib ochishini va bu yoqda legalizatsiya qilib qolishini xohlaydi. Va shuning uchun hozir O'zbekistondagi tadbirkorlar oziq-ovqat sohasi bo'lishi mumkin. O'zimizda rivojlanayotgan, masalan, restoran bizneslarini ochyapti, tekstil bo'yicha yaxshi bizneslar ochilyapti va bular Amerika bozori bo'shlig'idan foydalanib, hozir o'zimizni tadbirkorlar bemalol kirib kelishsa bo'ladi. Masalan, qaysi bir yo'nalishlarni yana e'tirof eta olasiz? Qanday bir muhim bugun o'sib boryapti, ya'ni yangilanib boryotgan yoki bozorga kirib olayotgan bir yangi sohalar bor. Bular qaysi sohalar? Qanday darajada bir Amerika bugun mana shu sohalarga bir ehtiyoj sezyapti? Amerikada hozir ko'p yangi sohalar boshlanyapti. O'zi bilsangiz, o'sha sun'iy intellektni chiqishi bilan Amerika bozori ham o'zgarishni boshladi, dunyo bozori bilan birga. Va unda endi sun'iy intellektni har bitta sohaga tatbiqi boshlanyapti. Misol uchun bu huquqiy soha bo'lishi mumkin, bu qanaqadir finans servislari bo'lishi mumkin va har qanaqa sohada shunaqa yangi imkoniyat paydo bo'ldi. Va hozir o'sha sun'iy intellektni ochilganligi butun bozorni o'zgartiradi. Yoki bugun yoki ertaga bu narsa bo'ladi va bu yangi tadbirkorlar uchun imkoniyat. Bu bozor ochilishi. Albatta mana shu bozorlar uchun yuqori darajadagi bir malakali mutaxassislar kerak, kadrlar kerak. Bugun shu mamlakatimizda amalga yetayotgan bir kadrlarga qaysi bir yo'nalishlarni tavsiya qilgan bo'lardingiz? Mana shu Amerika Qo'shma Shtatlarida, xususan o'sha Washingtonda qaysi bir oliy o'quv yurtlarida qanday bir yo'nalishlar bor? Bu qay darajada bir jozibador bizning talabalarimiz uchun yoki amalga yetayotgan yoshlarimiz uchun? Menga yoqayotgan asosiy tendensiya o'z O'zbekistondan talabalar kelishni boshlaganligi. Bu o'zi kelishi mumkin yoki davlatning
Saodatni El Yurt Umidi fondi orqali kelib ham o'qishyapti, magistratura o'qishyapti, bakalavr o'qishyapti va bu juda ham zo'r tendensiya. Va Amerikada ko'p mashhur universitetlar bor. Bizda biladigan Garvard bo'lishi mumkin, bizda biladigan o'sha Kolumbiya universiteti bo'lishi mumkin. Washingtonda masalan Georgetown, George Washington universitetlari bor. Butun Amerika bo'yicha o'zi ta'limga e'tibor kuchli. Va ta'lim Amerika umuman biznes olamida ham katta bir biznes hisoblanadi. Chunki ta'limdan olinayotgan daromad bitta universitetni agar byudjetiga qaraydigan bo'lsangiz, ba'zi bir davlatlarning byudjetiga ham teng bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu yoqda kelib ta'lim olish u yoqda ishlaydimi yoki boshqa davlatda ishlaydimi, har bitta o'qiyotgan odamga kelajakda katta potensiallarni ochib beradi. IT da hozir yengilliklar juda ko'p. U yoqda kelib o'qishda bo'ladi. Mana Washingtonning o'zida huquq sohasi, men o'zim o'qigan soha ham juda ham qiziq. Chunki bu yerda faqat Amerika huquqini o'rganmaysiz. Kelganda o'sha yurist sifatida o'sha ishlayotgan кейsingizni qanaqaligidan qat'iy nazar, qanaqa tahlil qilishi, uni qanaqa yangi yo'llari bilan uni olib chiqib ketishi кейsingizni va shu orqali qanaqa qilib o'zingizni o'sha qaysidir sohaga hissangizni qo'shishingizni bilsangiz bo'ladi. Men hozir talabalarni ko'pini Amerikaga kelib, Amerikada o'qiyotganini kuzatyapman va juda ham quvonarli holat va xohlardimki, o'sha talabalar oxirgacha o'qishini bitirib, bu yoqda o'sha praktikalar olishsa, bu yoqda ishlashsa katta kompaniyalarda, tajriba orttirishsa va agar vatanga qaytadigan bo'lishsa ham foydali kadr bo'lib qaytsa zo'r bo'lardi. O'qishdan tashqari baribir ishlash, bu yoqdagi o'sha work ethics deyiladi tilda, o'sha ishlash etikasini o'rganishi, ishlash tuzumini qanaqa qilib Amerika bunaqa tez rivojlanib, bunaqa o'sha uzoq yillar davomida o'zini iqtisodiy jihatdan birinchi o'rinda turganligini olib ketayotganini o'rganishga imkoniyat. Shuning uchun kelayotgan talabalarga asosiy maslahatim shu katta kompaniyalarga topshirishga harakat qilish. To'g'ri, bozor juda ham competitive degan so'z bor, juda ham bozorda ish topish, u yoqda kirishib ketish qiyin, lekin talabalarimiz ham aqlli. Bizdan O'zbekistondagi kelayotganlar ham buni eplashyapti va keyin keladiganlarga maslahatim shular. Amerika hech qanaqa millat ajratmaydigan davlat. Bitta korxonaga kirib siz 70-80 xil millat vakilini ko'rishingiz mumkin va ular dini, irqi, o'sha kelib chiqishidan qat'iy nazar bitta kompaniyada ishlab bir xil funksiyani bajarishi mumkin. Shunaqa. Va men o'ylashim bo'yicha O'zbekistondan kelayotgan yoshlarning hech kimdan kam joyi yo'q. O'zim ham o'qiganimda ko'p millatli talabalar bilan, boshqa davlatlardan kelgan talabalar bilan ko'rishganmiz va ularning ham tizimlarini o'rganishga muvaffaq bo'lganmiz. Misol uchun men o'zimni Misrdan kelgan do'stim bo'lardi. U o'sha Misrda o'zi sudya bo'lgan va Misrdagi tizimni gapirib bergan yoki Hindistondagilar Hindistonda qanaqa tizim ishlayotganini gapirib bergan yoki Koreyadagilar. Shunaqa bu imkoniyat shu har xil millat bilan bitta joyda o'tirib siz fikr almashishingiz mumkin bo'lgan imkoniyat. Bu bundan menimcha to'g'ri foydalanish zarur. Davronbek, mana shu Amerika Qo'shma Shtatlari eng ko'p bir millat va elatlar vakillari istiqomat qiladigan bir hudud. Ularning ortida juda katta bir diasporasi turibdi. Aynan O'zbekiston ham millati vakili qayerda bo'lishidan qat'iy nazar uni ijtimoiy himoyasiga juda katta bir e'tibor qaratyapti. Shu kunlarda Amerika Qo'shma Shtatlarida o'sha vatandoshlar jamoat fondini yoki bo'lmasa mana shu yo'nalishdagi bir millatlararo munosabatlar qo'mitasini bir vakillarini kelib bu yerda bir vatandoshlar bilan uchrashuv qay darajada bir bizni diaspora vakillarimizni ko'nglini ko'tara oldi, qay darajada bir Amerika hamjamiyati bunga munosabat bildira olyapti. Men o'zi bu fikrni ko'p oldin ham gapirganman, ko'p tadbirlarda. O'zi O'zbekistondagi masalan elchixonalarimiz bo'ladimi, madaniy qanaqadir markazda bo'ladimi, Amerikadagi vatandoshlar bilan har doim bog'liq bo'lib turish kerak. Chunki Amerikadagi insonlarni o'sha bu yoqdagi o'tgan tajribasi O'zbekiston uchun ham juda ham kerak. Va bu yoqdagi insonlar ham o'zi xohlaydi. Madaniy jihatdan baribir qalbida o'zbekligini hech qachon unutmaydi. O'zbekiston bilan bog'liq bo'lib turishni xohlashadi. Shuning uchun o'sha bog'liqlikni tashkil qilinayotganligi bu juda ham quvonarli holat. Shuning uchun men o'ylashim bo'yicha bu narsalar davom etishi kerak. Madaniy bo'ladimi, ilmiy bo'ladimi, professional jihatdan ham hattoki o'sha bog'liq bo'lib tursa, O'zbekiston bilan Amerikadagi vatandoshlar bu faqat ikki tarafga foyda keltiradi. Kuni kecha vatandoshlar mintaqaviy forum bo'lib o'tdi. Bu forumda Amerika Qo'shma Shtatlaridagi va Kanadadagi ko'plab bir yurtdoshlarimiz o'zaro bir tajriba almashdi, muloqot bir platformasini tashkil qilishdi. Bu muloqot platformasini eshitgan bo'lishingiz aniq. Aynan bir uchrashuv tashkilotchilarining ham bir fikrlarini qolaversa, bu yerga kelgan u davlatdan kelganlar nimasi bilan bir sizga yoqdi? Qanday bir takliflar ilgari surildi deb o'ylaysiz? Mana shular haqida ham bir fikrlaringizni aytsangiz. Ochiq takliflar bo'ldi. Avvalgidek shunchaki bir kichkina muloqotlar emas, balkim qog'oz, qalam olib tegishli tuzilma, vazirlik idoralari vakillari bilan bir munosabatlarni yana ham bir mustahkamlaydigan bir tizim yaratilishi ko'zda tutildi. Shunaqa, menga ayniqsa yoqqani o'sha O'zbekistondagi o'sha vatandoshlar fondi bo'ladimi yoki o'sha tashkilotlar bo'ladimi, bu yoqda ham qanaqadir vakillikni tashkil qilmoqchiligi juda ham yoqdi. Chunki baribir bizda o'sha bog'laydigan oldin ko'prik yetishmasdi har doim. Chunki vatandoshlar bu yoqda tadbirlar o'tkazishardi-yu, lekin ular bilan doimiy shug'ullanadigan, doimiy biror narsani ilgari suradigan tashkilotlar yo'q edi. Shu narsani boshlashi ham, ochilishini boshlashi ham bu katta yangilik va o'ylaymanki, kelajakdagi bu yoqdagi immigrant
immigrant vatandoshlarimiz O'zbekistonga har qachongidan ham yaxshiroq bog'lanishadi agar shu tashkilotlar ishlab tursa. Shu keyingi yillardagi 3-4 yillik bir jarayonlarda qanday bir ijobiy tendensiyani kuzatdingiz, qanday bir yaxshi bir amaliy tajribalarni kuzatdingiz? Aniq bir misollar bilan ifodalab bera olasizmi? Men o'zim kuzatganim, masalan, O'zbekiston bilan Amerika aloqalarining yaxshilanishi. Bu asosan savdo jihatdan ko'p ko'rdim. Ya'ni birinchidan Amerika o'sha bizneslarni O'zbekistonda ochilishi, boshlanishi va O'zbekiston bizneslarining ham bu yoqqa eksportini oshishi. O'sha statistikalardan bittasini o'qib qolganimda 2024-yil O'zbekiston bilan bu yoqdagi eksporti O'zbekiston mahsulotlarining 2 baravarga oshgan ekan. Bu degani o'sha o'zbek bizneslari ham Amerika bozoriga kirib kelishni xohlashyapti va bunga o'sha qadamlar tashlanyapti. O'ylashim bo'yicha keyingi 5-10 yil ichida ko'p o'zbek bizneslarini ham mana shunaqa chorrahalardan birortasida ko'rib qolishimiz mumkin. Rahmat katta. Davronbek, mana siz ko'proq iqtisodchilarni, yuristlarni, advokatlarni, umuman tahliliy institutlarni bir maqolalarini kuzatayotganingiz aniq, ularni bir so'nggi yillardagi bir ifodalarini, qarashlarini bir tahlil qilayotganingiz aniq. Aynan Amerika yetakchilari, ekspertlari qay darajada bir Markaziy Osiyoga e'tibor qaratyapti? Bu e'tibordan nimalarni anglashimiz mumkin? Endi bu haqida menimcha siyosiy tahlil qilayotganlar ko'proq ma'lumotga ega bo'lsa kerak, lekin meni bilishim bo'yicha Amerika O'zbekiston va Markaziy Osiyoga qiziqishi baland. Chunki o'zim oldin o'sha Amerika Qo'shma Shtatlarini o'sha O'zbekistondagi loyihalarda ham ishlaganman va ko'rganmanki, Amerikada o'sha даже hukumat jihatdan ham O'zbekistonga investitsiya qilish, O'zbekistonda potensialni kuzatib, O'zbekistonda tadbirkorlik bilan qanaqadir bog'liqlikni olib borishga qiziqish bor. Va bundan tashqari ko'ryapmiz, o'sha katta bu yoqdagi kanallar deymiz, CNN ga o'xshagan kanallarni O'zbekistonga borib, o'sha IT forumlarda qatnashganligi ham buni ko'rayotganimizda buni aytsak bo'ladi, qadamlar tashlanyapti va o'ylashim bo'yicha hozir O'zbekistonni davriki o'sha imkoniyatni, katta imkoniyatdan foydalanib, uni mahkam ushlash va o'zaro aloqalarni yo'lga qo'yish. Bundan tashqari hozir katta bozor bor, mana Pokiston va Hindiston asosiy bozorlari Amerikadagi servislarni o'ziga olishgan. Bizda bu asosan hozir logistika bo'yicha bo'lyapti, ya'ni logistlar, o'sha logist kompaniyalar bu yoqdagi o'sha trak deymiz, furalarni boshqarish bo'yicha ishlarni ko'pini olishgan. Va meni o'ylashim bo'yicha bunaqa potensiallar ko'p. Meditsina sohasi, huquq sohasida ham va boshqa sohalarda ham o'sha O'zbekistondagi bizneslar bu yoqdagi katta kompaniyalarning ishini olsa bo'ladi. Va bu ikki tarafga ham yana aytganimdek foydali bo'lgan bo'ladi. Davron aka, umuman mana shu hududda qay darajada bir o'zbek hamjamiyati jipslashib boryapti? Bu jipslash asnosida qanday bir yangi loyihalar, yangi tashabbuslar bugun hayot yuzini ko'rish mumkin? Shunaqa. Meni o'zim ham o'sha hamjamiyatlarning ishlashiga qiziqaman. O'zbekistondan kelgan bu yoqdagi o'zbek diasporasini kuchaytirishdan tarafdorman. Men umid qilamanki, shu o'zi O'zbekistondan kelgan o'sha immigrantlarning farzandlari bo'ladimi, o'zlari bo'ladimi, bu yoqda ham juda katta lavozimlarda ishlashsin. Katta Google, o'sha Meta, boshqa kompaniyalarning direktorlari bo'lishsin. Xuddi Hindistondan kelgan hozirgi direktorlarga o'xshab va bundan tashqari ular masalan merlar bo'lishsin va buni tashkillashtirish uchun o'sha hamjamiyatlarni ham o'zini bir-birini qo'llab-quvvatlashi muhim. Va shu narsani kuzatyapmiz. Hozir hamjamiyatlar sekin-sekin ishlashni boshlashgan bir-biri bilan va umid qilamanki, bu narsa faqat kuchayadi. Rahmat Davronbek, sizning muloqotingiz asnosida O'zbekistondan kelgan bir vatandoshlarimiz qay darajada bu hududda emin-erkin faoliyat olib borib, yangi bir o'zgarayotgan bir dunyoni o'zlashtirayotganligini ko'rib turibman. Mana shu jarayonlarda siz va siz kabi vatandoshlarimizga omad tilaymiz. Bizga muloqotga rozi bo'lganingiz uchun rahmat katta, minnatdorman. Salomat bo'ling. O'zbekiston 24 telekanali esa o'z dasturlarini davom ettiradi. Guvohi bo'layotganingizdek, bugun mamlakatimizdan kelib, dunyoning bir ko'plab rivojlangan mamlakatlarda, rivojlangan davlatlarning bir poytaxtlarida juda katta bir o'zlarining loyihalarini, innovatsion loyihalarni hayotga tatbiq etish, ilm-fan, mana shu yo'nalishlardagi bir o'sish ko'rsatkichlarini, o'zgarishlarni o'zlashtirayotgan yurtdoshlarimiz nihoyatda ko'p. Albatta ularga bir mikrofon tutishga harakat qilamiz, ularning fikrlarini tomoshabinlarimizga yetkazishga harakat qilamiz. Aynan Amerika poytaxti Vashingtondan Sarvarjon Rahimov, Yusuf Solibboyev, O'zbekiston 24 telekanali uchun maxsus tayyorlandi.